Assalomu alaykum. Mening ismim Jahongir. Men dasturlash sohasida faoliyat yuritaman. Xo'p, aynan hozirgi vaqtda dasturlashni o'rganishni boshlaganimga 1 yil bo'ldi. Prox akademiyasida aynan dasturlashni o'rganish bilan birgalikda ustozim bilan birga self study qilish orqali, ya'ni mustaqil ta'lim orqali men bilimlarimni rivojlantirib bordim. Va aynan bugungi kunda bizneslarni avtomatlashtirish bo'yicha faoliyat yuritamiz. Xo'p, asosiy yo'nalishimiz aynan biznes faoliyatini avtomatlashtirish, ulardagi operatsion samaradorlikni oshirish hamda ularni daromadini oshirish bo'yicha texnologik yechimlar berish. Xo'p, aynan real loyihalar orqali esa biz biznesni real muammolariga yechim beramiz. Xo'p, mening yondashuvim shundan iboratki, natija bilim, intizom va tizimli harakat orqasidan keladi. Yosh esa bu hech qanaqa cheklov emas. 2026-yil uchun asosiy qo'ygan maqsadim aynan jamoamiz bilan birgalikda $1 million aylanma qilish va mahalliy bozordagi aynan mahalliy bizneslarda avtomatlashtirish samaradorligini oshirishga o'z hissamni qo'shish, ayniqsa G'ijduvonda. Maktab o'quvchilariga shuni aytmoqchimanki, aynan hozirdan bilim olishga sarmoya kiritish bu kelajakda aynan professional ustunlik beradi. Bir narsani unutmang, texnologiya bu faqatgina kasb emas, aynan global dunyoga chiqish uchun imkoniyatlar eshigi. Xo'p, aynan men bu sohaga kirib kelishim o'sha karantin vaqtlarida internet endi ommalashayotgan vaqtida shu texnologiyalarga bo'lgan, dasturlashga bo'lgan qiziqishim ortgan va shu sohaga kirib kelganman.